Salom hamma bola, sizlar bilan Abu. Bugungi videomizda butun dunyodagi top 3 ta eng dominant akkauntlar ko'rib chiqamiz va bola sizlarga qaysi akkaunt yoqadi, yoqmaydi kommentariyga yozib qoldiringlar va obuna ham bo'lib qo'yinglar. 500 taga juda ham ozgina qoldi, 500 taga harakat. Unda gapni ko'paytirmasdan birinchi akkauntni ko'rishni boshladik. Qani go. Unda bola biz gapni ko'paytirmasdan birinchi akkaunt ID'sini yozamiz. ID'sini sizlar ham yozib tekshirib ko'rishingiz mumkin bolalar. 49 ya'ni orada bir bilsanglar Q8 49 ga o'tdi, keyin o'sha payt Q8 nikiga o'tib olganda, keyin yana Q9 nikiga o'tib olgan o'yinchi. Akkaunt ko'rishingiz mumkin juda ham old. 3 ta 2021 PMC'da chiqqan skarel uchalasi ham bor, keyin 3 ta R2 orужалari va Godzilla UAZ full Maserati shedevr va R2 dacha. Akkaunt mifiklarni ko'rishni boshladik. Obzor qani jostki obzorda bir ko'ramiz. Unda bola biz obzorni boshladik. Mifik ultimatlar hammasi, X kostyumlar hammasi full shekillik. Ultimatlarda menimcha katta ehtimol hammasi bor o'yinda. Nima chiqqansa ultimatlar hammasi olingan katta ehtimol bilan. Mifiklar juda ham ko'p ekan. 1000 tadan ziyod mifik. Endi 1000 tadan ziyod degan kostyumlar o'z 1000 ta degani emas, o'pish hamma narsa sanaydi. Varona Vrvoyman taxtga o'tiradigan mifik ham bor ekan. Bu ham juda ham old. Buni bilgan bilan qanday oldligini. Yana nimalar bor ekan? Old setlardan. Old setlar asosan qiziq, unaqangi setlar. Vuy, mana set bor ekan. Kapitan set juda ham old. Buni ham bilgan biladi. Yana nima bor? Uy, mana bu ham bor ekan. Mana shu nakaleni o'tiradigan mifik forjga qaytgan, lekin bunisi qaytmagan. Bunisi old bo'lib ketgan. Keyin infeksiyon bor. Infeksiyon orada bir marta qaytdi, lekin shunda ham bari old set hisoblanadi. Yana old setlardan, mana shu old setlar ko'p. Mana Godzilla Ghidorah juda ham old, haqiqatan qaytmagan set. Godzilla Ghidorah bu ham bor ekan bu akkauntda va Zolotoy Gold. Bu ham old set hisoblanadi. Va mana bu set buni to'g'risini bilmayman, lekin juda ham old setligini bilaman. Juda ham kam akkauntlarda bor. Legendarniy kiyimlarda endi uncha narsa bo'lmaydi, uni hamma bilsa kerak. R2 chiqishi mumkin. Keyin basketbolda bitta legendarniy seti bor, o'sha chiqishi mumkin. Qolgan normal narsa yo'q. Mana basketbolda o'sha seti. Unchalik chiroyli emas, lekin menga sariq basketbol yoqadi. Endi bu o'zimning fikrim. Bitta R2 bor ekan, ikkita R2 bor ekan. Yaxshi akkaunt, ikkita R2 bor. Lekin bitta qizil bor, chiroylisi o'shanisi yo'q ekan lekin. Epiklardan ham old setlar juda ham ko'p. Basketbolist menga yoqadigan mana shu sariq bor. Basketbolist 5 ta, basketbolist 5 xalasi ham bor ekan. Pijama bor. Eng yoqadigan menga set bu pijama. Menimcha ko'pchilikka yoqadi bu set. Menga juda ham yoqadi shu pijama. Lekin bajarni yo'q ekan. Afsus. Sumkalarda R2 sumka deyman, o'zir kaskalardan R2 kaska afsuski yo'q ekan, bormi deb o'ylayotgandim. Va bolalar ko'pchilik aytishi mumkin, an akkaunt yoki VIP akkaunt deb yo'q. A'da ham, VIPda ham BIP yo'q. Bu akkauntda ikkita BIP bor. O'shaning uchun ham bu akkaunt 3-o'rinda turibdi. Shuni hisobga olinglar. Bosh kiyimlarda mifitski o'zi ham vafshim ko'p ekan. Yana nima setlar? R2 chiqishi mumkin bosh kiyimlardan, lekin R2 kam edi. Bitta R2 chiqqanda bo'ldi, adashmasam. Bitta o'tib ketdi. Mana R2 bo'ldi. Qolganlari unchalik qiziq emas men uchun. Ochkilardan shular, mana qanaqa ochki. Birinchi o'yindagi birinchi mifitski ochki ekan. Maskalardan Jaguar maska, yondagi old maska ham bor. Old maska endi oldga qolmadi-yu. R2 maskasi ham bor ekan bu akkauntda, R2 maska. Yana o'yindagi eng zo'r R2 maska mana shu. Men uchun o'zi 3 ta 4 ta R2 bor maskasida. Bunisi eng zo'ri men uchun. Endi hamma har xil o'zim dedim. O'zga setlarda ikkita beyb bor. Sariq beyb va oq beyb ikkalasi ham bor. Bitta ko'k beyb yo'q, menimcha nima ochilmagan bilmayman to'g'risi. Va bola qisqacha ma'lumot haqida aytib o'taman. Beybda, ko'k beybda ko'p akkaunt yo'q, chunki ko'k beybda bittalik ochishda 180 yuz bo'lgan, ya'ni sariq beybda bittalik 60 yuz bo'lsa, o'sha paytda ko'k beybga 180 yuz bo'lgan, bitta o'talik esa 1860 yuz bo'lgan ko'k beybda. O'shaning uchun kamdan kam akkauntlarda ko'k beyb bor. Oq beyb esa juda ham ko'p akkauntda bor, chunki oq beybda 3200 yuzga garantiya o'yini olsa bo'ladi. Ya'ni 3200 xuddi sovrin yo'liga o'xshaydigan narsa bo'lgan. 3200 ga olasizlar, missiya bajarasizlar va oq beyibni full qilib olasizlar. Sumkalarda menga yoqadigan mana sumka bor ekan. Va ko'rishimiz mumkin, beyibda ham ryukzagi bor, beyib ham old. Mana shu ikkita menga yoqadigan shu ryukzak, mana shu ikkita ryukzak. Pastki setlarda ikkita beyib pasti bor, yana городской hodok lekin yo'q ekan, afsuski.
lekin kerak emas menimcha katta ehtimol shuncha akkaunt. Shunday akkauntda tak bitta, ikkita, uchta, 4 dropkar bor. Prisak yo'q ekan, PUBG Mobile o'zi chiqargan, ikkin Bentley yo'q ekan. Prisak va Bentley bo'lmasa ham, lekin kolleksiya 99 erk bor ekan, lekin nima uchun? Qanday qilib buni 99 hayronman. Tak bu yerda bitta, ikkita, uchta, 4ta, 5ta, 6ta, 7ta, 8 qisqa 10ta, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ta dropkar, 18 ta dropkar bor ekan. 18 ta vah dropkar. O'vazga esa bolalar 4 ta dropkarni ko'rishimiz mumkin va bitta shedevr turibdi. Va bolalar aytgancha 3 ta old o'vaz uchalasi ham bor, ya'ni Godzilla o'vaz, Babe o'vazi va bergan Killer iti o'vazi bu ham bor. Hammasi old o'vazlar bor. Endi biz keldik bolalar arujalarga. M416 hammasi full bo'lmasa ham bo'lmaydi uyat. Erik M416 ham bor, Skarellardan Erik bor va hammasi Skarel full. Hamma arujalar katta ehtimol bilan full chun kolleksiya oshish uchun juda ham katta plyusda arujalar beradi. Hamma bilsa kerak men uchun. Aytib o'tirishim shart emas. Berillar hammasi full. Karek hammasi full. Full bo'lmasa ham bo'lmaydi. M24lardan hammasi full. Tak bo'ldi obzor shuni o'zim qilib endi ikkinchi akkauntni kiritamiz bolalar. Tak bola biz keyingi o'yin akkauntimizni buni hamma o'zbeklar biladi. PUBG ni oldinda o'ynaydiganlar butun dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turgan donator akkaunt edi. Sotgandan keyin ikkinchi o'ringa tushib qolgan o'yinchi, ya'ni Knyaz akkaunti bilasizlar. ERPmi, populyarnismi, akkauntda donat qilish bo'yichami, akkauntda o'zida yuzi turish bo'yicha ham hamma narsa bo'yicha birinchi o'rinda turgan edi u Knyaz. PUBG ga o'zbek tilini olib kelgan mana shu Knyaz. Bu akkaunt bilasizlar juda ham ko'p odam sotdi. 2 ta ultimate, lekin bu akkaunt u akkauntdan ko'p ekan. Bu Knyaz akkaunt 2 ta ultimate ko'p ekan. Har akkaunt 2 ta ultimate yo'q menimcha, adashmasam. Tak mifiklarim juda ham ko'p. Hamma mifik olingan pashta. Pashta nimaga pashta deyman? Baribir bitta mifik olinmagan bo'lishi mumkin, chunki akkaunt sotildi. Akkaunt juda ham ko'p odamga sotilgan. Ya'ni Knyaz ice creamga sotdi, ice cream keyin ozroq o'ynatdi, ya'ni bitta qaysi nikli odamga sotdi. U ham keyin sotdi, uni bilmayman. Keyin CJ ga sotdi. CJ ham o'ynadi, CJ lekin ko'p o'ynadi. Normal donat qildi. Bilasizlar, rekord qo'ydi populyarnisda. Q8 g'o'rlab qo'ydi. CJ keyin 5-5 qildi. Sotilgan, ya'ni katta ehtimol bilan sotiladi bu akkaunt. Ana shunday bir narx tushaveradi. Erikkalarda 6 ta reyk seti bor ekan. Wow! 6 ta menga yoqadigan eng zo'r reykka mana shu men uchun. Endi hamma dedi har xil, menga mana shu. Keyin mana bu normal, endi javon emas, lekin yoqadi menga. Ham bitta bor edi, epic edi, menga yoqadigan ko'k rangdagi reyk set edi. Tak. Bu yerda basketbol hammasi bor, mana qani. Yana 3 ta reyk seti bor ekan. U meni kakras, menga yoqadigan mana shu. Mana shu qizil mana shu ikkitasi eng yoqadigan reyklar menga. Tak. Bu yerda hammasi bor old setlar. Tak 3 ta ultimate kaska uchalasi ham bor. Endi u Knyazlar bitta ultimate kaska bo'lgan. Keyin Erik kaska bor. Bu oldigini bilgan biladi Erikkini. Qanaydir bosh kiyimlar qotib qoldi, qanaydir bo'ldi. Mifiklarni katta ehtimol bu o'yinda hammasi olinib yuradi bu akkauntlarda. Bularda chunki odat bor, ular har doim donat qiladi. Tak, yana nimalari bor ekan ko'rishga qiziq, chunki shaxsan menga qiziq, sizlarga ham qiziq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Tak, Erikka bosh kiyimlar asosan qiziq bizga. Erikka akkauntini ko'tarib qo'yadigan narsa bu Erikkalar bo'ladi. Tak, 2 ta Erikka bor ekan, 4 ta ekan Erikka uzr. Bu akkauntda bittagina Erikka bosh kiyim bor edi, bunda 4 ta ekan Erikka. Maskalardan boyagi akkaunt 2 ta Erikka bor edi, bu akkauntda nechta Erikka bor ekan? Bitta bor, 2 ta, 3 ta Erikka maska bor ekan. Bu qanaqa maska? Erikka deb yozilgan. To'g'risini aytaman, unaqa maskani ko'rmaganman. Sizlar ko'rganmisiz, kommentariyga yozib qoldiringlar va obunalingizdan chiqmasin. 500 taga harakat. Men pastki setlarda hamma, pastki setlarda nima bo'lsa hammasi bor. Babe, Brigade ham hammasi oldivilari bor. Missiya, hammasi bor Knyazda. Chunki Knyaz bilsanglar emotsiya qilib editlarim qilardi. O'shanda missiyalar hamma, Babe'lar hammasi bor bunda. O'z nomidan butun dunyodagi nima edi donator bo'lgan. Tak, mana bu ham bor ekan. Bu ham vafshim zo'r set. Endi kimlargadir yoqmas, lekin menga yoqadigan setlardan. Tak, sumkalardan ham mana shu. Tak, bitta zo'r sumka ko'rgan bo'ldim, lekin boshqa sumka ekan. Sumkalardan ham mana shu vторжение yondagi menga yoqadigan ruksaklar bor. Endi ularni qayerda ko'rib o'tirmaymiz, chunki boyaga akkauntda ham ko'rdik ularni. Tak, endi super karlar kelsak.
bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita dropkar ekan. Boya akkauntda to'rtta dropkar tachani o'ziga. Tak. Mana shu Prizak boya akkauntda yo'q edi. Prizak deganim keyin Bentley. Bentleyni endi hamma biladi-ku dizaynini. Uni ko'rsatishim shart emas. Tak, yana nimalari bor? Godzilla dachasi bor, R2 dacha ham bor. Eng zo'r R2 men uchun. Endi kimga qaysi dacha yoqadi, kimga qaysi superkar yoqadi, kommentariyga yozib qoldiringlar. Shaxsan menga ham misol uchun Bentley shedevr yoqdi, keyin Pagani shedevr, Bugattilar. Undan ham eng zo'ri shedevr bo'lmagan bo'lsa ham lekin qora Lambo. Eng yoqqan menga superkar. Hamma regionda ham kelmagan, lekin shedevrdan obro'si baland deb o'ylayman. Bu meni o'zimning fikrim shaxsan. Ya'ni hammani o'rniga javob berma deb yozmaydi kommentariyaga. Tak bagilar men uchun uncha qiziq emas. Tak o'zi bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita dropkar bor ekan. Asosan oltlardan bitta o'zi bor, Godzilla o'zi bor, Mergen killerda o'zi bunda ham bor. Arujalarda hammasi full, buni ko'rsatib o'tirishga hojat yo'q. Nima chiqqan bo'lsa hammasi bor va hammasi full Knyaz akkauntda. Buni hamma biladi. Tak bola keyingi akkaunt ID'sini yozib oldik. Buni hamma biladi. 8 akkauntda. Bilsanglar bankga kirib o'radi. Yaqinda bankga kirdi. Tak bandan ham chiqdi. Akkauntni bilasizlar, qanday nimalar borligini. To'g'risi 8 akkauntlar hamma obzor qilgan. O'shaning uchun obzorni ikkiga qisib tekshirishtiraman. O'shaning uchun unchalik qiziq emas deb o'ylayman. Bu mening o'zimning fikrim. Agar qiziq bo'lsa kommentariyaga yozinglar. Yana video qilaman. 8 akkauntni po-любому obzor, full obzor qilamiz. Ko'p odam obzor qilgani uchun ikki qisib tekshirishtiraman obzorda. Va 8 akkauntda ana shu hamma narsa bor. O'yindagi Knyaz akkaunt bilan bir xil ikkalasini reytingi, lekin Knyazda Vektor yo'q. 8da missiya bilan birga aytgan oldi missiya, o'sha ikkalasining ranchisi. Shunda tak missiya ana bir, lekin A yo'q Knyaz debman. 8da 8 akkaunt oldi, Arduzayn akkaunt edi. Sportkanlar ham bir xil. Hamma narsa bir xil teng. Ularda o'rmonni hozircha teng, ya'ni bittasida u bor, bittasida bu yo'q. O'tda shunday narsa. Arujalardan hammasi full, hamma narsasi full. Buni bilgan biladi, to'g'risi. Ko'rsatib o'tirishim shart emas. Unda hammaga xayr demayman albatta. Hali akkaunt po-любому obzor qo'yganimiz yo'q. Polni tugasin, keyin xayrlashamiz. Tak, bo'ldi bolalar, hammaga xayr. Sizlar bilan obuna bo'ldi. O'zingiz ehtiyot qilinglar, like bosganingiz obuna qo'yinglar. 500 ga harakat qani. Bay bay bolalar, hammaga xayr. Rahmat.